Do'stlar, bugun sizlar bilan Draco. Bugun biz hardcore videosining ikkinchi qismini olyapmiz do'stlar. Xo'p, do'stlar, kimki birinchi qismini ko'rgan bo'lsa, men shu joyda qolgandim. Mana shu joyda ertalab bo'lishini kutgandim do'stlar. Mana ertalab ham bo'libdi. Bu yerdagi narsalarimizni yig'ishtiramiz va bu yerdan ketamiz do'stlar. Men misdan narsa yasab olishim kerak. Xo'p, do'stlar, o'zimizga kirka ham yasab olamiz. Kirkamizning kuchi oz qolibdi. Hop, kelinglar, mis kirka yasaymiz. Hop, mana. Hop, yaxshi. Hop, endi bu yerdan chiqamiz do'stlar. Oh, şu itim benim çıkıp gitti. Hayır, ben eski sonum. Ay, yok do'stlar, bu yerda yolmog'izlar bor ekan. Yo'q do'stlar, mening itim yo'qmi? Do'stlar, yaxshi ham itim o'lib qolmadi. Xayr, u o'lib qolsa men nima qilaman do'stlar? Bizga konsolamiz bo'ladi shunchaki. Do'stlar, endi biz qaysi tarafga borishimizni belgilab olamiz. Mana shu tarafga boramiz do'stlar. Qani ketdik. Chunki men do'stlar kommunistishim kerak. Qani ketdik. Do'stlar, bu yer botqoq. Shuning uchun bu yerdan ketamiz. Xo'p, do'stlar, bizga birinchi o'rinda hozir qishloq kerak bo'ladi. Do'stlar, ovqat yeb olamiz, chunki och qoldim. Do'stlar, endi bu yoqdan sizga to'g'ri keladi. Bitta baliq ko'rsam, albatta o'ldirib qolaman. Lazım. Onu aldım do'stlar. Hani ketdik. Do'stlar, shakar qamish bu bizga albatta kerak bo'ladi. Uy do'stlar, mana temir topdim. Qanday yaxshi. Do'stlar, bir dona ekan. Hop, mana shit yasayman. Do'stlar, bu yerda qoyalar nihoyatda ko'p ekan. Yana bitta ovqat do'stlar. Do'stlar, u qani? Xo'p. Oy. Do'stlar, bu yer juda chiroyli qoyalar ekan bu yerda. Solun. Oy. İtim bir zarbadan öldürüp koydu. Sizler kelinglar, şu joydan ham temir izlab ko'ramiz. Hop, birinchi o'rinda qo'limizga ozgina shakkil olamiz. Bu yer suvdan iborat, bu yerdan foyda yo'q, shuning uchun bu yerdan ketish kerak. Adashmasam bu yerda ham bor edi. Ha, mana. Do'stlar, bu yerga keyin tushamiz. Oy. Hoppa. Sipangni ol. Oy, yo'q do'stlar, hozir men itim o'lib qoladi. Oy, men itim hech qachon o'lmaydi. Tiksa ham bo'ladi do'stlar. Hop, do'stlar, sizlar kommentariyaga hech qachon mana shu itga ism qo'yish uchun ism yozmayapsizlar. Men bunga ism qo'yishni xohlayman. Tezroq kommentariyada izohingizni yozib qoldiring do'stlar. Qani ketdik bu yerdan ham. Bu yerda foydali narsa yo'q, faqat temir topdim ozgina.
Menda yetarlicha koja yo'q. Shuning uchun yana mol topish kerak. To'xtang, bizda nechta kojadan yasalardi? Xo'p, do'stlar. Do'stlar, endi bitta ham pishgan temir yo'q ekan, 3 ta temirim bor. Lekin bu yaxshi ot ekan. Xo'p, mayli, baribir ketamiz. Baribir ot olsam ham sizlar baribir unga ism qo'ymaysizlar do'stlar, shuning uchun olmayman. Avval mana shu itga ism qo'yinglar, keyin men ot boqib olishim mumkin do'stlar. Agar ism qo'ymasangiz do'stlar, bemalol ismni o'zim qo'yishim mumkin. Do'stlar, omadimizni qarang do'stlar. Yonimizda qishloq turgan ekan-ku, qanday yaxshi, temirchining uyi ham bor. Bu yerda qanday yaxshi narsalar bo'ladi. Do'stlar, buni ko'rdingizmi? Bu qanday yaxshi. Mazza kuning keraksiz narsalarni bunun ichiga tashlaymiz do'stlar. Xo'p, buni va buni olamiz. Pati kerak bo'lib qoladi, chunki do'stlar, kamonning o'qiga. Non albatta endi do'stlar bizga keraksiz narsa. Bitta fakil. Bizga kerak. Birinchi temirimiz qani bu yerga buni qo'yib, do'stlar, buni ham bu yerga qo'yamiz. Buni ham yaxshi. Qani ketdik do'stlar, biz kuchaydik. Kelinglar, savdo qilib ko'ramiz. Agar narsamiz yetib bir tane qimmat narsa ko'rsatdi ekan. Xo'p do'stlar, bu yerda yana kerakli narsa golem. Do'stlar, agar yana bir xato qilsak, biz o'lib qolishimiz mumkin do'stlar. Xo'p do'stlar, sotishim kerak. Voy do'stlar, men itimni golem o'ldirdi. Hali bu ish uchun javob beradi do'stlar. Sen meni itimni o'ldirgan. Ahmoq. Nega meni itimni o'ldirasan? Nega meni itimni o'ldirgan? Nima qila olasan? Nega meni itimni o'ldirasan sen? Ahmoq golem. Ha? Uni o'ldirganlarning holi shu bo'ladi, ahmoq. O'zi yana bir keraksiz narsani tashlashimiz kerak. Videomizga kiramiz. Yo'q, do'stlar, men asabim buzilyapti. Yaxshi oldim. Xo'p, endi do'stlar, o'zimizga yaxshi ot va yana bir it o'rgatishimiz kerak. Do'stlar, ko'ryapsizmi? Hattoki shu ot, shu it ismsiz o'tdi do'stlar. Shu bechora otga ism qo'ymadingiz. Qanday vahshiysiz, qanday vahshiy. Axir bu vahshiylik-ku, bitta begunoh otni ismsiz o'ldirish. Vahshiylik. Endi seni o'rgataman otim. O'rganardi-ku tezroq. Tezgina o'rganardi. O'rgandi va nihoyat. Do'stlar, ot bu yerga sig'maydi.
uchun bu yerni sindirib bu yerdagilarni olamiz. Yaxshi. Endi do'stlar, bugun kechqurunga shu yerda tunab qolsak bo'lardi. Ketdik, naryoqlarga ham boraylikchi. Bechora itim. Yo'q, do'stlar, bu yerda buzilgan partlar bor ekan. Do'stlar, bu yerda biz it ham o'rgatishimiz mumkin. Hop, obsidian. Buni olamiz. Do'stlar, hali men xishtma yasamadim, to'g'rimi? Shuning uchun men mana xishtdan yasamoqchiman. Hop, qani u men yasamoqchi bo'lgan narsa qani? Hop, mana. Hop, endi unga ichiga narsalar solib qo'yishim mumkin. Masalan, bloklar. Hamma blokni ichiga solamiz, do'stlar. Hop. Hop, yana qanaqa blokimiz bor? Kimlar do'stlar, mis blok yasaymiz. Qolganini esa tashlab yuboramiz, do'stlar. Bloklarga kiramiz, 3 ta mis blok yasasa bo'ladi. Hop. Hoppa. Hop, endi 4 ta mis ortiq qoldi. Bizga kerak emas, do'stlar. Mana bu yerda olamiz. Endi kerak bo'ladi. Olamiz. Endi bu yerdagi oltin yo'q, do'stlar, men uchun mis kerkada sindirib bo'lmaydi. Shuning uchun yana biz o'zimizga yangi instrument yasaymiz. Hoppa, oltin bor. Bu yo'q, do'stlar, bundan ketish kerak. Hamma joyda creeper, do'stlar, tezroq uxlashim kerak. Hoppa, yaxshi. Mana hoppa. Yo'q, mayli, ozgina jonimiz ketdi. Bu biz uchun hech narsa emas. Hop, mana. Hop, do'stlar, hammaga xayr. Bugun sizlar bilan Draco. Biz hardcore'ning 3-qismini chiqarishimiz uchun